Так, mana kameraga yaqinroqdan ko'rsatay. Ko'rib turganlaringdek, bunisi bezosnolovka svorka qilingan joyi. Birinchi marta uchun o'ylashimcha juda yaxshi. Orqa tarafi почти полностью проплавление bo'lgan. Erigan metal yaxshi. Bunisi bo'lsa точно qilingan joyi. Порошковый проволокада bu. Порошковый проволока. Agar gazovoy проволока gazolansa, bundan ham toza, bundan ham chiroyli qilish imkoniyati bor. Bo'lsa, boyagi turbani qilingan joyi. Mana shu yerda o'zim настройка qildim, o'z cheshukasi нормально chiqyapti bu yerda endi. Mana shunday. Ana endi, mana qalin metalni ko'rsataman. Orqa tarafidan bo'lgan joyi birinchi marta uchun polavtomatda o'zi birinchi marta ishlatyapman. Yaxshi, shu deb o'ylayman. Bunisi birinchi qilingan joyi. Apparat настройка qilganman. Ko'ryapsizlarmi, даже metal erib ketgan ichiga. Значит, мощный apparat. Mana bu o'zi turbani endi qilingan joyi. Bu yerda mana hozir bu yerda настройка qilganman har xil toklarda. Endi bu yoqdan mana shu yerdan boshlanadi. Shu yerdan boshlanadi. Mana shu yergacha yaxshi svarka bo'lgan joyi. Настройка bo'lgandan keyin.